G'ishtli domdan 2 ga 6 balkonli, bahona 2 xona qilingan cho'tka remmontli uyimiz sotuvga chiqdi. Mahallalari ham zo'r ekan, maktab, bog'cha, bozor hammasi bor ekan. Hozir ko'rsatamiz. To'g'rimizda Farxatskiy ozgina o'tsangiz Chilonzor metro 23-kvartal mana shu mahallaga kirganimizda. Shunaqa toshli ko'chalar 24/7 aylanib yuradigan sayilgohlar va maktab, stadion va mahalla guzari, detskiy plashatka, domi ko'rinish. Uyni zalidamiz, kenggina, kattagina ekan, hamma mebel texnika remontlar qo'yilgan. 2 ga 6 balkoni yarmi spalniya qilingan ekan. Uyimiz bir xona 2 xona qilingan 42 kvadratli uy, 5 etajli g'ishtli dommi 3-etajida joylashgan. Podyezddan kirish eshik, oppoqqina sanuzel, kuxnyasi alohida va o'zini o'tiradigan joylari bilan. Kimga qiziq bo'lsa, narxi $64 ming. Podpiskani bosib bemalol qiling, bosing.